Ve sizde böyle aşkı veremem ya. Hakikaten koy mahallede girip koy şeyde koyduğumuzu aldı. Kumarıqdan gelişdi. Hem benim okul bala var. Sattık. 100 sizge ver. Bolda baraka. 50 mingden sizge beramiz. Ben 50. Dastakasını abatı verasın. 50 ming ver. Bilmem ama bunu. Sotuldi mana qo'ylarimiz. Ketdi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Isroil akamizga yangi partiyada Qirg'iziston Bo'g'oz so'lig'idan yetib kelibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'ylar yosh. Bo'g'ozligi qanaqa aka? Bo'g'ozligi xudo xolasa hammasi garantiyali 3 oylikdan o'tgan bo'g'oz. 3 oylik 4 oylikka yaqin bo'g'oz. 3 oylik plus bo'g'oz. 3 oylik plus bo'g'oz. Soni nechta aka? Soni 12 dona. Soni 12 dona. Yoshlari Qo'y qo'yamiz. Qo'ylar to'rt. Bir partiya qo'yamiz, zo'r qo'yamiz. Kanaldan kelishaveradi, xudo xolasa lakatsalar tashlab beriladi, qo'ysanglar. muhimi bir partiya qo'ygansiz, narxi arzonmi aka? Arzon qo'yganmiz. Bo'ldi mana obunachilar. Va'dani oldik mana. Nah bo'g'ozdan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Qonni ek ko'tarib chiqyapti. 12 dona. Yoshlari qanaqa aka? O'zidan 4 ishgacha bor. Eng kattasi 4 ish. Eng kattasi 4 ish. Eng kattasi 4 ish. Ko'rishlaringiz obunachilar. Bo'ylari necha santimetr aka? Bo'ylari 85 plyusga olishaveradi. 85 plus mana. Obunachilar. Mana mana shu qo'ylar 2 ish mana. Mana shu qo'ylar 2 ish. Ekish qo'y mana. Mana mashinamiz 4 ish mana. Shunisi 4 ish. Biratasi ushab, shuni isboti bilan ko'rsatib qo'yaylik. Kino keladimi? Ha, birata tishini ochib ko'rsatib qo'yaylik. Bu ham 4 ish ekan. 4 ishga endi chiqibdi. Mana uni yondan shu bilan. Qo'llar kirganini ushyapmiz mana. Bo'g'oz qo'ydi ko'p 4 ish ekan bu ham. Bo'g'oz qo'ydi ko'p qiynalishni keragi yo'q. 4 ishga, 2 ishdan 4 ishga olsa, Ekishdan 4 ishgacha. Birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz obunachilar. Toza Qirg'izistonda bo'g'oz sovliqda olmoqchi bo'lsalaring, mana aloqaga chiqishlari mumkin. Aka, bu 12 tani yemoq-ichmoqni sinovdan o'tdimi? bir hafta o'zimiz sinovdan o'tgan, bir hafta yana sinov olishadi. Bir hafta yana sinovi bor. Akalarimiz sinab, internet tarmog'iga keyin qo'yishadi. Misol, bu nuqsoni bor qo'y, o'zi qo'rada qoladi. Tavsiya qilib qolamiz, qo'ylar yaxshi, bo'g'ozligi aniq, xudo xolasa bemalol olib xarid qilishlari mumkin. Olinglar obunachilar, foydalaninglar. Qo'ylar lekin haqiqatan suyagi katta, yirik bo'ladigan qo'y. Oyoqlari yo'g'on, kalla boshlariga bir e'tibor beringlar mana obunachilar. Mana qo'ylari, mana shu qo'ylarni ko'rsatinglar. Bozorda ham 7 millionga. Shunaqa, mashalloh mana obunachilar. Oq Yuz tuzlishlari mana. oq quloq, oq tumshuq mana. Qo'ylarini zo'r Isroil aka. Buni ko'p maqtarish kerak yo'qda aka. Bu ro'zoyamida uncha obunachimizga misol ko'p gap yoqmaydi. Bo'ladigan aka yaxshi senada qo'yib bering bizga. Bir yerga oldim deb telefon qilgan odamga 6300 dan Samarqandga yetkazib beraman aka. Umringiz uzoq bo'lsin aka. So'rag'ani yana joyi qolmadi. Xudo xolasa Bor aka. O'ksummadan ozgina bir xayrlarga sunnat o'tib ham beraveraman aka. Aytganimiz o'qimaydi-ku. Shunaqa aytilgan narxdan kami bor. So'rasalaring yana ozgina tushib beradigan senasi bor obunachilar. Qo'ylarni ko'ringlar. Haqiqatan narx bo'g'ozdan olmoqchimisiz? Mana akalar, shans. Olinglar, boqinglar, foydalaninglar. Sizlar uchun maxsus video bo'ldi. Aka, dastlabkamiz qayergacha? Samarqand. Samarqandgacha besplatni. Tanlab olishga qanaqa aka buni? Tanlab olishga. 6500 olganlar tanlab oldi. 200 ming plus. 200 ming. Minus qanaqa bo'ladi? Minus yo'q-da buni o'zi. Avvalo minus yo'q. Asli. Birday qo'y. Olsa maza qilishadi. Birday qo'y. Hammasi standart aytganlarcha birday. Ko'rishlaring mumkin obunachilar. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa sizlar uchun maxsus video bo'ldi. Optim narxi o'zi minus narxida qo'yiladi. Eng minus narxida optimda qo'yib berdim. Zo'rini tanlab olaman desa 6500 dan tanlab olishaversin. Haydab olaman deganlarga optim narxida ketaveradi. Tanlab olsa oyog'idan tortib narx o'zgarishi mumkin. Bitta obunachimiz uchun. Bitta obunachimiz uchun. Obunachilar mana ko'ringlar, qo'ylar yaxshimi? Tavsiya qilib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, qo'llab-quvvatlab turing. Doimo sizlar uchun izlanib, yaxshi videolarni, yaxshi qo'ylarni chiqarishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.